Ba'zi insonlar bir qarashda sevib qoladi, ba'zilari esa yuragini ochishdan oldin 1000 marta o'ylaydi. Ularning tashqi ko'rinishi sovuqqon, befarq yoki uzoqdek tuyulishi mumkin, ammo aslida ularning qalbi juda nozik, juda chuqur. Shunchaki ular sevgini oddiy his deb emas, balki butun yuragini topshirish deb biladi. Bugun biz shunday burchlar haqida gaplashamiz. Ular kamdan-kam oshiq bo'lishadi, lekin sevsa chin yurakdan sevadi. Qani unda boshladik. Baliq burchi vakillari. Baliq burchi vakillari tashqaridan juda sokin va hatto biroz sovuq ko'rinishi mumkin, lekin ularning ichki dunyosi butunlay boshqacha. Ular juda sezgir, har bir so'z, har bir munosabat, har bir mayda e'tibor ularning qalbida iz qoldiradi. Aynan shu sababli ular yuragini har kimga ochmaydi. Baliqlar uchun sevgi bu oddiy romantika emas, bu ishonch, bu xavfsizlik, bu qalbini qo'rqmasdan topshira olish hissi. Ammo ularning eng katta qo'rquvi nima bilasizmi? Xafa bo'lish. Bir marta ranjigan baliq uzoq vaqt davomida yana hech kimga ishona olmay qolishi mumkin. Shu sababli ular o'z atrofiga ko'rinmas devor quradi. Ko'pchilik bu holatni u befarq ekan, unga hech kim qiziq emas deb o'ylaydi. Aslida esa baliq shunchaki ehtiyot bo'ladi. U odamlarni uzoq kuzatadi. Ularning gapidan ko'ra harakatiga qaraydi. Kimdir qalbiga yaqinlashishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Va eng qizig'i, baliq sevib qolganida buni darrov aytmaydi. U avval his qiladi, keyin ishonadi. Undan keyingina yuragini ochadi. Agar sizning hayotingizda baliq burchi vakili bo'lsa, unga shoshilmang, unga bosim bermang, chunki baliq uchun vaqt sevgining eng muhim qismidir. Agar u sizni tanlasa, demak u sizga haqiqatan ham ishonadi. Qisqichbaqa burchi vakillari. Qisqichbaqa burchi vakillari haqida bir narsani aniq aytish mumkin. Ular sevgi va oilani juda jiddiy qabul qiladi. Ular uchun munosabat vaqtinchalik hissiyot emas. Ular yonidagi inson bilan kelajakni tasavvur qila olishi kerak. Shuning uchun ham qisqichbaqa burchi tez sevib qolmaydi. Ular juda nozik qalbli insonlar. Oddiy gap ham ularni ichidan sindirib qo'yishi mumkin. Shu sababli ular har doim ehtiyotkor. Qisqichbaqa uchun eng muhim narsa xavfsizlik hissi. U o'zini tushunadigan, himoya qiladigan va chin dildan qadrlaydigan insonni qidiradi va bunday ishonch bir kunda paydo bo'lmaydi. Shu sababli qisqichbaqa burchi odamlarga asta-sekin yaqinlashadi. Avval kuzatadi, keyin ishonadi. Undan keyin esa chin yurakdan bog'lanadi. Qisqichbaqa sevsa butun qalbi bilan sevadi. U mehr beradi, g'amxo'rlik qiladi va sevgan insoni uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Ammo bir muammo bor. Agar uning ishonchi sinsa, u yana avvalgidek bo'lishi juda qiyin. Shu sababli qisqichbaqa burchi uchun muhabbatda sabr juda muhim. Agar siz uning qalbiga ehtiyotkorlik bilan yaqinlashsangiz, u sizni hayotidagi eng muhim insonga aylantirishi mumkin. Ba'zi insonlar sevgiga tez kirib boradi, ba'zilari esa yuragini himoya qiladi. Baliq burchi va qisqichbaqa burchi aynan shunday burchlar qatoriga kiradi. Ular kam sevib qoladi, lekin sevsa chin dildan, chuqur va unutilmas sevadi. Sizningcha qaysi burch eng qiyin sevib qoladi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar sizga shunday burchlar haqidagi videolar yoqsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.